sujoatga turmagan odam, peshinga turmagan, uxlab yotgan yo boshqa ish bilan, dunyo ishi bilan band bo'lib peshin o'qimagan, asr o'qimagan, shom xufton o'qimayotgan odam u o'zicha o'z xohishi bilan namoz o'qimayapman deb o'ylamaslik kerak. Alloh taolo o'sha bandani, o'sha insonni o'zini huzurida ko'rishni xohlamayapti. Bandalardan xohlaganini o'zini huzuriga turg'azib qo'ydi. Ba'zilarini o'z uyida, ba'zilarini o'zini uyida turg'azib qo'ydi. Namoz o'qishyapti qayerda bo'lsa ham. O'ziga sajda qildirib qo'ydi. Lekin ular o'z xohishim bilan gunoh qilib yuribman demasinlar. Alloh taolo o'zi ularni ko'rishni iroda qilmadi, xohlamadi. Shuning uchun ana shuni o'ylab ham odam qo'rqib, "Ya Robbim, meni ham o'zing ko'rishni xohlagan bandangdan saqla qilgin" deb masjidga kirdi. Demak, davomatda yo'qmizmi? Demak, biz o'zimizga savol berishimiz kerak, to'g'rimi? Qaysi qilib qo'ygan ishim uchun men bugungi jurnalda yo'q edim? Shunday.